Qani xolajon, ichkariga marhamat. Pochcha, ayes keldilar. Yordamlashib yuboraymi? Yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring xola. Voy bolam. Keling. Yaxshimisan bolam? omonmisiz? Sog'liqlaring Durust, qanday? yaxshi, rahmat. Tuzukmisan? Rahmat. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Kasalligingni eshitib, qanot bog'lab uchib keldim bolam. Yo'q, ayajon, tuzukman. Iloyim. Ozgina shamollab qopman. Endi durustmisan? Rahmat ayajon. O'zingiz qandaysiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Dadam sog'milar? Rahmat. Mendan xavotir olmang. Endi bir erkalik qilib yotibman-da ayajon. Voy bolam. Sizni juda ham sog'ingandim. Yonimda bo'lsangiz, bag'rim to'lib, dilim yayrab ketadi. Onagining o'rgisin. Voy bolaginam. Yengil yelpi yurasan, nuqul shamol tegib kasal bo'lib qolgandirsan. Endi bolam, o'zingni ham o'ylagin. Tinchlikmi? Axir yosh bolamassan. Nega tushunmaysan? Olib kiranu narsalarni ichkariga. Xo'p. Bekorga g'alati tushlar. Shunaqa ham odam bo'ladi. Mana kasal bo'lib qolgan ekansan-da, a? Voy onaginang aylansin sendan. O'zim o'rgili. Valing. Hozir. Bolamni diydoriga to'yib olay. Onagining o'rgilsin. Voy. Kimdir keldi shekilli, men hozir. Ha, bular qo'shnilarimiz bo'lsa kerak. Assalomu alaykum Ashraf opa. Ishamiz. Keling. Mumkinmi? Voy, sizga har doim eshigimiz ochiq. Qalay, aziz balam yaxshimi? Xudoga shukr, tuzinglar. Mana senga. Voy, nima bu? Shak o'z qo'llarim bilan pishirdim, aziz balamga deb. Nima qilardingiz ovora bo'lib Ashraf opa? Rahmat. Uyga kiring. Oyim kelganlar, gaplashib o'tirasizlar. Farg'onadanmi? Yo'q. Qaynona oyim kelganlar. Yuring. Yur. Ay Alloh. Kira qoling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Amonmisiz? Rahmat. Xush kelibsiz. Oyijon, bular eng yaqin qo'shnim Ashraf opa bo'ladilar. Juda yaxshi. Bu sizlarni oldinglarda cho'zilib yotishim noqulay bo'ldi-da. Ey Allah, yotaver azizjon, yotaver. Allah bersa bek yaxshi bo'lib ketasin. Avri ketadi. Qayg'urma. Aytganingiz kelsin. Oyijon, Ashraf opa, mehmonxonaga o'tinglar, issiqqina choy damladim. Qara qoling. Qani. Qosh hovli ketdi. Aytganingiz kelsin. Mayli bolam. Men bular bilan mehmonxonaga chiqa Xo'p, qolay. ayajon. Oyijon, yura qoling. Mayli azizaka, kiyinib chiqarsiz. Ularga qarang. Xo'p. Jon qo'shniman deng. Shulay. Qani, bemalol. Marhamat. Oyijon, to'rga o'ting. Xo'p, Ashraf opa, siz bu yoqqa o'ting. O'tiringlar. Assalomu alaykum Ma'mur opa. Mohiraxon, nega Azizjonni kasalligini aytmadingiz? Nega men hammadan keyin eshitishim kerak? Aziz akam, qo'ni qo'shnilarni bezovta qilib o'tirmanglar, hech kimga indamanglar degandilar. Voy, hamma bilan meni nima ishim bor, a? Axir men damkonman-ku. Yuring, ichkariga kiraylik. Ha, yuring. Azizjonni bir ko'rib ketay. Azizjon, qo'ying. Ha, birov puf desa, kasalman deb yotib olarkansiz-da. Ha, endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Shaharda yuraverib nozgilashib ketibmiz. Voy, meni bolam chidamli. Muncha kasalni pisand qilmagan. Voy, kasal bo'lsa ham miq etmasdi. Oyog'ida o'tkazib yuborardi. Ha, endi bu safar bolamni jonidan o'tibdi Voy, shekilli. shuni ayting. Sinanisa yanini olasan. Bor gapni aytyapman-da. Ha, buni men tuqqanman. Fe'lini ham bitta o'zim bilaman-da. Xush kelibsizlar. Keling. Oyijon, Toshkentning qaymog'ini ham bir tatib Xo'p, ko'ring. mayli. Qani, olinglar. Olinglar. Rahmat. Oling. Xo'p, Qani oling, Ashraf opa. bo'ldi. Voy, kimdir keldi shekilli. Men hozir. Haqlar keldi yana. Keling o'g'ilay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Mohira opajon, Aziz akamni kasal bo'lib qolganlarini eshitib, bir ko'rib ketay deb chiquvdim. Aziz akam tuzukmilar? Rahmat o'g'ilay. Ancha yaxshilar. Voy, Xudoga shukr. Ichkariga kiring. Xo'p, bu sizlarga. Voy, nima qilib ovora bo'lib ko'tarib Voy, yuribsiz? ovorasi bormi, Mohira opa? O'g'ilay, ko'rmay qoldingiz. Voy, Mohira opa, molga ketgan edim. Shunaqa yaxshi narsalar olib keldim. Bir ko'rsangiz bo'lar ekan. Ayniqsa qishga shunaqa zo'r narsalar Bir chiqarman vaqt topib. Shokirjon, mana buni olib qo'y. Xo'p, Assalomu alaykum, yaxshimisiz? yaxshimisiz? Yuring. Assalomu alaykum. Yaxshi, Oyijon, Keling. bu qiz o'g'ilay. Qo'shnimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum, xolajon. Alaykum assalom. Voy, o'tiravering, yaxshi kelibsizmi? Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Rahmat, Chachamasdan rahmat. keldingizmi? Qani, Sizlar keling, yaxshi bolam. o'tiribsizlarmi? Keling, Rahmat, o'tiring. o'g'illar, Akajon, rahmat. sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Ancha tuzalib qoldingizmi? Ha, tuzalib qoldim. Endi kasal bo'lmang, aka. Harakat qilamiz. Xo'p. Tog'ni ursa talqon qiladigan kishisiz. Bunaqa qilib o'tirsangiz yarashmas ekan, aka. Voy, tavba. O'g'ilay desa, o'g'ildekini ekansiz. Ha. Ha, o'g'limni ko'nini ko'tarishi o'rniga nega cho'ktirasiz? Voy, xolajon, men hazillashaman akam bilan. Ko'nglingizga kelmasin, sog'ayib keting, aka. Rahmat, Kasal rahmat. bo'lmang. Keling o'g'ilay, bu yoqqa o'tiring. O'zlaricha ko'ngil ko'taraman deb qovun tushirayotganini sezmayaptilar ham. Ne deysin endi? Assalomu alaykum. Alaykum Yaxshimisiz? assalom. Yaxshi Keling. o'tiribsizlarmi? Tuzukmisizlar? Rahmat. Qani, ilohi omin. Ilohi omin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Alloh Bolam eson omon akbar. tuzalib Xushvaqt yursin. bo'linglar. Ishkepsiz. Menga qarang. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum Yangi nechiksiz? Yangi jallimisiz? Rahmat. Meni tanidingizmi axir? Tanidim. Ha, esladingizmi? Azboy og'amni qidirib teatrga borsam yo'q ekanlar. Uyga bostirib kelaverdim. Azboy og'ayiz uydalar. Ha, biz shaharga guruch olib kelgandik. Shuni bahonasida bir qopni sizlarga olib keldim. Va'daga vafo yanga bilasiz-ku. Ne yerga qo'yay? Qara, ne yerga? Shu yerga qo'ya qoling. Nasib esa to'ylarda miriqib, mazza qilib, oshqib yeysiz. Xudo xohlasa. Ag'am uydamlar, kiraymi? Uydalar, kiravering, ichkariga kiravering, hozir chiqadilar. Ag'a! Keling, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Omonmisiz? Onajonim, bormisiz? Qani eshiksiz? Ya, burga tepdimi? Burga tepmadi, chivin chaqdi. Hey, o'sha shivinni menga ushab bering, o'zim ta'zirini beraman. Qishloqdagilar hammasi tinchmi? Shukr. Qadrdon do'stim yaxshimilar? Yaxshi. Ey, o'zingiz yaxshi yuribsizmi? Qo'g'irchoqlarni o'ynatib Ha, turibsizmi? yaxshi. Yomon bo'ling, og'am. Xush kelibsiz. Rahmat. Ayajon, endi bizga ruxsat turaylik. Rosa o'tirdik. Turamizmi? Voy, qo'shnilar ketmanglar, ha? Biroz gurunglashib o'tiraylik. Axir sizlarsiz zerikib qolaman-ku. O'tirdik-ku. Ashraf opa, nima deysiz? Yana biroz o'tiramizmi? Hoynahoy, Mohiraxon oshga urinyaptilar shekilli. Voy, Ma'mur opa, osh bo'layotgan bo'lsa, o'tira qolaylik endi. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Keling, menga bera qoling. Kelindi o'tir. Sizni ovora qilib qo'ymadikmi, ha? Voy, Ma'mur opa, ovorasi bor ekanmi? Hech kim hech qayoqqa ketmaydi. Men oshga undayapman. Ana aytmadimmi? Qolinglar. Mohira opajon, sizga yordamlasha qoling. Yo'q, o'zim eplayman. Siz o'tiravering. Xush kelibsizlar. Muxtorjon bormisiz? Azizbek. Keling. Assalomu alaykum. Marhamat, kiring. Hozir. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom o'g'lim, yaxshimisiz? Ha, Qani Ye, do'stim, ye, bormisiz? bardamisiz? Omonmisiz? Rahmat, omonmisiz? Charchamaygina. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. O'g'limni ko'rgani keluvdim. Aha. Bahonada sizlarni ham yo'qlab ketay dedim. Rahmat sizga. Menga qarang Muxtorjon. Labay. Sochni nima qildingiz? Armiyaga chaqirib qolishdi. Yaxshi. Shokirjon, mehmonlarga qarang. Xo'p, mana bu Buxorani sho'rdaragi. Aha. Do'stim, ovora bo'libsiz. Ovorasi bor ekanmi? Mozor bosdi. Dehqonchilik. Rahmat. Qani Shokirjon? Labay. Qani? Ichkariga. Obbo sizni qoyilman. Qani. Marhamat, kiring. Ko'nglim sezgan ekan, Azizjon. Ha.
Aytdim-man, nimagadir yuragim g'ash bo'lib, oyog'im shu tomonga tortyapti deb. Azag'a? Ha. Bu Buxoro avliyolar yurtida, ha? Ko'nglingiz sezadi. Xorazm ham pirlar yurti. Siz ham Azizjonni betobligini eshitib, chopqillab kelaveribsiz-da, ha? Shunday. Voy o'rtoq, yaxshi keldingmi? Omonmisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Tuzukmisan? Xudoga shukr. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Assalomu alaykum xolajon. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshi keldingmi? Ha? Xolajon esa, bizni tabriklang. Biz oliy mukofotga sazovor bo'ldik. Voy, rostdanmi? Ha. Voy, tabriklayman o'rtoq. Rahmat. Qarashuncha Asalim. yurganlarimiz bekorga ketmabdi. Gapirma o'rtoq. Haqiqat bor ekan. Bor ekan o'rtoq. Juda ham xursandman. Endi odam taftini odam oladi degani shu-da. Sizlarni ko'rib, kasalligim ham esimdan chiqib ketdi. Ishqilib, sog' bo'ling, og'am, sog' bo'ling. Rahmat, qani? Olinglar. Kel, o'zing ham o'tir o'rtoq. Seni ham ovora qildim rosa. Ovorasi bor ekan o'rtoq. Menga qara. Senga bir narsa olib keldim. Bozorga borib, o'zim chiroyligidan, guli-guliga tushadiganidan tanlab oldim. Marg'ilonni adrasi. Yaxshi kunlaringda tepkilab kiygin. Voy o'rtoqjon, rahmat. Menga yoqadigan nusxasini qayoqdan topding? Ha, o'sha nozik dedilaringiz hali esimizda turibdi. Rahmat Sog' bo'lgin, o'rtoqjon. bolalaringga bosh bo'lgin. Choy ich. Menga qara. Ertalab, kechqurun assalomu alaykum deb kirib keladigan mehmonlaring joningga tegmadimi? Rostni aytsam, dod devorgan paytlarim ham bo'lgan. Lekin xato o'ylagan ekanman. Aziz akam mazalari qochib yotib qolganlarida dunyo ko'zimga qorong'i ko'rinib ketdi. Mana bugun qarindoshlari, mehmonlar kelib, oyoqqa turib ketdilar. Ularni ko'rib, meni ham g'uborim tarqadi. Shuning uchun mehmonjonlarimdan aylanay deyman. O'shaning uchun eskilarni gapi borda o'rtoq. Odam bilan tirik. Odamni taftini odam oladi deyshadi-ku. To'g'ri. Choyini ich o'rtoq, hozir osh sizaman. Yaxshimisiz kelin? Assalomu alaykum Alisher aka. Va alaykum assalom. Aziz akam suvmilar? Mazalar yo'q deb eshitdim. Voy, sizlar qayoqdan eshitdinglar? Sizlar yashirsanglar ham teshik quloq darrov eshitadi kelin. Rahmat, hozir ancha tuzinglar. Toshkentga yuk olib kelgandim. Shundan ozgina ilinib, jiyalarimga olib kelgandim. Hozir. Qani, mana. Qani, bir maza qilib jiyalar bilan baham ko'rasizlar. Voy, nima qilardingiz ovora bo'lib Alisher aka? Ovarasi bormi kelin? Ovarasi bormi? Qani, mana. Rahmat. Hol ahvol so'rab kelganingiz uchun katta rahmat. Arzimaydi kelin, arzimaydi. Aziz akam ko'rminglar? Ular ichkaridalar, mehmonxonadalar. Mehmonlar bor edi. Mehmonlar bormi? Voy, vaqtida kelganimni qarang. Qoyil, mehmonni kelgani yaxshi-da, Mehmon kelsa, odam xursand bo'lib ketadi. Yaxshi. Qani? Yo'q, o'zingiz bemalol ichkariga kiring. Rahim. Aziz aka, Amin. ko'rgan kechirganingiz shu bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat sizlarga. Xush kelibsizlar. Boringlar. Bo'ling og'a. Qizim, charchamadingizmi, ha? Yo'q, oyijon. Nega charchay? Mahliyona hunarli bo'lganini eshitib, xursand bo'ldim. Endi oilasiga qaytsa xor bo'lmaydi. Qishloqni eng oldi tikuvchisi bo'lib, rizq ro'zi butun bo'ladi. To'g'ri aytasiz, oyijon. Lekin Mahliyoxon nimaga erishgan bo'lsalar, o'z mehnatlari, o'z harakatlari bilan erishdilar. Biz faqat yo'l ko'rsatdik xolos. Hamma gap to'g'ri yo'l ko'rsatishda. Mahliyo qizim Xudo yorli qilgan ayol ekan. Meni o'g'lim bilan sizdek kelinimga duch keldi. Rahmat oyijon.
Axir Mahliyoxon shaharga bizlarga ishonib kelgandilar. Yaxshi bilan yursang yetarsan murodga, yomon bilan yursang qolarsan uyatga. Kimdir keldi shekilli. Men eshikka qaray. Mayli. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Keldim oyi. Voy bu, oyi. Mehmonlar keldimi? Mehmonlar emas, qizim. Mehmonjonlar kelishdi. Bu safar kimlar keldi? Qarindosh urug'lar, qo'ni qo'shnilar, aytganday, bujoning ham kelganlar. Buvim keldilarmi? Dadangni ko'rgani kelibdilar. Bo'laqa qizim. Voy. Nevarangiz oyijon? Juda ham yaxshi-da. Assalomu alaykum buvijon. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sendan jonim bolam ey. Charchamasdan keldingizmi? O'rigidan mag'zi shirinlarim ey, shakarim ey. Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi, rahmat. Buvijon, sizni juda ham sog'inib ketdim. Voy, sog'ingan bo'lsang, nega bormaysan? Borib ko'ray desam, o'qishimni tashlab keta olmayman-da buvijon. Buving o'rgilsin, shunaqa shunaqa qiyinmi, a? Chidisi bo'ladi. Buvam, amakilarim yaxshimi? Hammalari yaxshi. Hammalari so'rab olishdi. Buvam ko'rinmaydilar. Voy, tegirmon navbati bilan. Buving yaqinda kelib ketdilar-ku. Darrov ketib qolmaysiz-a? Hay yo'q, qish chiqmasdan ketmayman. Qishni haydab keyin ketaman. O'zim o'rgilay. Voy, buncha yaxshi. Voy, kimdir keldimi? Eshigingli ham Sen o'tiraver. tegdi. Men o'zim qarayman. Ay bolajon. Voy, buvijon. O'zim o'rgilay sendan, o'zim o'r. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Keldinglarmi qizim? Assalomu alaykum. Oyijon. Yaxshi borib keldinglarmi? O'zim voy. Mehmonjonlar kelishdi. Bujoning kelganlar. Ura, buvim ketdilar. O'qiyman deb ozib qopsanmi? Yo'q-e. O'qishlaring qiyinmi? Assalomu alaykum Ana, oyijon. Fatima ham Voy, keldi. o'zim aylanay. Voy, o'zim girgitdan, o'zim girgitdan. Yaxshi yuribsan, o'zing sog'liqlaring yaxshimi? Tuzukmisan? Voy, o'zim o'rgilib ketay sen. Oyi. Ko'chada o'rtoqlarni kutib turadi. Shunda borib kelay, maylimi? Iltimos. O'zim ham aytdim-a, nimaga quchoqlab qolding deb. Maylimi, oyi? Mayli, faqat tez qayt. Xo'p. Men ketdim, oyi. Ay, shoshma, yiqilib tushasan. Yaxshi yuribsanmi? Sog'liqlaring yaxshimi? O'z yaxshi yuribsizmi? Voy, rahmat. Voy, aqlli dono qizimdan o'zim o'rgilib ketding. Katta qiz bo'lib qopsan-ku, a? Bujon, endi ketmaysiz-ku. Yo'q, ketmayman. Men ta'tilga chiqdim. Endi har doim yoningizda Voy, o'zim o'rgilib ketay sendan, a? O'zim aylanay. Aqlligim, xushligim. Hay, kelinjon. Husanjon qani? Ko'rinmaydi. Husanjonni o'rtoqlari chaqirgan ekan, pastga tushib ketdi. Hozir keladi oyijon. Ha, yaxshi. Oyijon, Labbay. osh suzaman. Mehmonlar yoniga kiring. Xo'p. Buvingni charchatib qo'ymagin. O'zi endi keldi-ku, a? O'zim o'rgil. Voy. Keling, Assalomu Nigoraxon. alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Rahmat. Yaxshi keldinglarmi charchamasdan? Rahmat, tuzimsiz? Rahmat, Xudoga shukr. Azakam yaxshimilar? Rahmat, Xudoga shukr. Ilohim yaxshi bo'lsinlar. Bolalarni baxtiga sog' bo'lsinlar. Aytganingiz kelsin. Voy, assalomu alaykum Qodir aka. Va alaykum assalom. Sog'laringiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Xudoga Charchamay shukr. o'tiribsizmi? Xudoga shukr. Ajon do'stim yaxshimilar? Voy, otdaylar. Tuzalib qoldilarmi? Ancha tuzalib qoldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Nodirbek. O'qishlaringiz qalay? Rahmat, Xudoga shukr. Ha. Mana bu tandir sizlarga. Oling. Voy Qodir aka, ovora bo'lib nima qilardingiz? Hech ham ovorasi yo'q-da. Sizlar uchun har qancha ovora bo'lsa ham kam. Hali qo'yni o'zini olib kelmoqchimiz. To'ylarni boshlab yuborsa agar Xudo xohlasa. Voy. Endi to'yga nima yetsin? Men boray unda dada. ha, mayli, sen bora qol o'g'lim. Yo. Mehmonni ostinadan ketkazadigan odatimiz yo'q. Ichkariga kiring. Zarur ishi bor ekanda. Ish kutib turadi. Bir piyola choy ichib keting Nodirbek. Shunaqami? O'g'lim, qo'llaridan ol. Ha, ol. Uzr. Oshxonaga bora qoling.
Yaxshiyam baxtimga mana shu Mohiraxonni jiyanlari Shokirjon bor ekan. Istimam ko'tarilib ketganda ham o'z oyog'i bilan kirib kelgan. Shunaqa aka. Meni hatto kasalxonaga ham yotqizmadi. Xotin tomondan qarindoshda. Baraka topsin. Endi o'zingniki bo'lgani yaxshi-da, og'am. To'g'rimi? To'g'ri. O'zingniki o'zagiga tepsang ham ketmaydi. Birovni bolasi kishmish bersang ham kelmaydi. Qoyili. Qoyil. Aziz aka-yu. Menga uzr. Bir daqiqaga. Yaxshi o'tirib turinglar. Aziz aka, bemalol. Xo'p. Vaqtimiz serob. Shokir aka. Nodirbek, qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Meni tandir go'shtini yoqtirishimni qayerdan bildingiz? Kiring, men hozir kelaman. Mana shu yerga qo'yib ketavering. Qo'yib ketaveraymi? Shoshilib turgandingiz-ku. Qol desam qolarmidingiz? Siz oldin qol deb ko'ring-chi. Unda mehmonimiz bo'ling. Siz tishlab bering. Yo'q, o'zingiz. Yo'q, siz. Siz. O'zingiz. Siz. Tandir turganda olma yeyapsizlarmi? Amma mana bu tandirni tortamizmi? Voy. Yashang, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Mana dasturxonga qo'yamiz buni. Qodirjon do'stimiz tandir go'sht olib kelibdilar. Shuni bir tuzini tatib ko'ramiz-da. Alisher, boshlab bering endi. Mendanmi? Tandir jonu dilim. Bitta qo'y bo'lsa ham faqat shuraman. Gaplamaysiz-da bari. Qani. Qani. Yaxshi. Asaga. Labbay. Sizga, kursdoshlaringizga qayilmang. Mana shuncha yil bo'lib ketgan bo'lsa ham, mehr-oqibat kuchli. Haqiqatdan ham do'stlarim, bordi-keldi qilib turganga ne yetsin. Biz bir-birimizni tanidik. Ertaga o'g'il qizimiz bir-birini taniydi. Ana shunda mehr-oqibat bo'ladi. Inshaalloh. Xudo xolisa, balki Azizjon bilan quda bo'larmiz. Ana o'shanda bir to'planib borasizlar. Qo'l bola tandir qilib beramiz. Baraka toping. Har xil kiyim-kechaklar olib kelganman. Xush kelibsizlar. O'g'lim, joy ichvaring. Qani? Rosa charchatib qo'ydik. Nega endi charcharkanman? Ozib-yozib bir kelibsizlar-yu. Kattalarniki deysizmi, yosh bolalarniki deysizmi? O'zim borib mana buyoqqa so'rab. Endi qaysi uyda turasiz? 65-chi bir-biringdan xabar olmasang bo'lmaydi-da. Hamma narsa to'yib Shuni Shuning uchun tez chiqib turaman. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Ay Allah, ana ashiymiz. Menga bera qoling, Mohir opa. O'rtoq, o'ng qo'llaringizni o'ynatib, so'l qo'llaringizni so'ylatib, Andijonni devzirasidan damlamabsiz-da? O'rtoqjon, sizni Xorazmni alangasida bir kuydiray dedim-da. Hali shuncha kuyganlarim kammidi? Voy o'rgilaysizlardan. Avval alangani yeb tugataylik. Devzirani yeyish qochmas, ha? Keldingmi o'g'lim? Kel. Oyi. Nima bo'ldi? Anu. Tinchlikmi? Gapir. Anu. O'rtoqlarim. Urushdingmi? Yo'q. O'rtoqlarimni mehmonga chaqirdim. Ha. Mehmonga chaqirgan bo'lsang, uyga olib kir. Kellaring. Nima bo'ldik endi mana? Assalomu alaykum keling, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum keling. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlar? Va alaykum assalom. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisizlar? Oying adang yaxshimilar? Rahmat. Assalomu alaykum keling. Va alaykum assalom. Kel o'g'lim.
Assalomu alaykum. Ke qizim, ke. Ichkariga kir. Assalomu alaykum, Va kenayi. alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oyi, boshqa yo'q. Ota o'g'il. Qani endi mehmonlaringizga qarang borib. Ha. Mehmonjonlarimdan aylanay.